Siz bugun madaniy ma'rifiy yangiliklar dasturini tomosha qilyapsiz. Jasurbek, burjlarga, bashoratlarga ishonasizmi? Unchalik ishonmayman. Bilasizmi, burjlarga ishonish ko'pchilik uchun oddiy qiziqishdek tuyulishi mumkin, lekin olimlarning ta'kidlashiga qaraganda, burjlarga, bashoratlarga haddan tashqari ishonib yuborish insonning aqliy salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Asurbek gaplashib aytgan bo'lsam, menimcha bu mavzu bo'yicha bizda lavha bor, a? Albatta. Keling, hozir bu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Har kuni millionlab odamlar telefondan, gazetadan o'z burchlari bo'yicha bashoratni izlashadi. Bugun omadli kuningiz, bugun moliyaviy daromad kutmoqda kabi so'zlarga barchamiz ishongimiz keladi. Bu borada yurtdoshlarimiz va ilm-fan nima deydi? Munajjimlar bashoratiga ishonasizmi? 50-50. Nima sababdan? Chunki menga to'g'ri kelgan. Menga to'g'ri kelgan shuning uchun. Har yil taqvimlar kuzatib borasiz. Qiziqaman, kuzatib boraman yulduzlar to'g'risida shu. Yo'q, ishonmayman. O'z burchingizni bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Bema'ni narsa deb o'ylayman. Rostdan bu narsa odamlarning xarakterini aytadi, mana shu narsa ishonaman. Qiziqadigan bor, lekin bu ishonish qiyin bunga. Odamni bilmasdan turib, uni bashorat qilib bo'lmaydi. Qanaqaligini Bilmasam, bir nima deyolmayman, chunki bunga narsaga ishonib bo'lmaydi. Hammasi o'zingizga bog'liq. Taqdiringiz o'zingiz qo'lingizda, shekilli shu bo'ldi. Yo'q. O'zingiz burchingizni bilasizmi? Ha? Nima sababdan ishonmaysiz? Yo'q, o'zi ishonchsiz. Nimaga? Hammasi har xil gapiradi. Yo'q, unaqa narsalarga uncha ishonaman. Burchingiz qanaqa? Bilmayman. Ha, qiziqib ham ko'rmagansiz. Yo'q, realist bo'lish kerak. Bilmayman, unaqa narsaga o'qimayman ham, ishonmayman ham. Yo'q, men ishonmayman unaqa narsaga. Har doim ham to'g'ri chiqmaydi-da. Ha, yolg'on chiqqanligidan albatta ishonmaysiz. Taqdirimizni o'zgartira oladimi o'shalar albatta bashorat? Yo'q, voy. O'zgartira olmaydi. Hammasi o'zimiz qo'limizda, harakat qilib olib yurishimiz kerak. Yo'q, Nima ishonmayman. sababdan? Yo'q narsa-da. Oyina.uz jurnali chiqargan maqolaga ko'ra, Shvetsiyaning Lond universiteti olimlari goroskoplarga ishonish bezarar odat emasligini isbotladi. 264 nafar ishtirokchi qatnashgan eksperimentda respondentlarning astrologiyaga ishonch va aql darajasi, shu bilan birga shaxsiy xususiyatlarni aniqlashga yo'naltirilgan onlayn so'rovnoma o'tkazilgan. Tadqiqot natijasi kishini hayratlantiradi. Ma'lum bo'lishicha, aqliy darajasi bilan astrologiyaga ishonch o'rtasidagi bog'liqlik mavjud ekan. Xususan, tadqiqotda IQ sinovidan yuqori ball olgan ishtirokchilar astrologiyaga kamroq ishonishlari aniqlangan. Bundan shunday xulosa chiqadiki, yuqori kognitiv qobiliyatga ega shaxslar astrologik bashoratlarga kamroq moyil bo'ladi. Aksincha, kishi astrologiyaga qanchalik kuchli ishonsa, uning intellektual salohiyati shunchalik past bo'ladi. Ajablanarli tomoni shundaki, o'ziga qattiq ishongan, lekin tanqidiy fikrlay olmaydigan insonlar astrologiyaga haddan ortiq ishonar ekan. Tadqiqotchilarning ta'kidlanishicha, astrologiya zararli ko'rinmasa ham, u tanqidiy fikrlashga putur yetkazishi, psixologik gipnozlar va fitna nazariyalarga moyillikni oshirishi mumkin. Albatta, kimni umiga ishonadi, bu shaxsiy tanlov, ammo olim-fan bizdan bir narsani so'raydi. Bu tanqidiy fikr yuritish. Yulduzlar osmonimizni yoritadi, hayotimizni emas, bashoratga emas, bilimga ishonishimiz lozim.